Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satışa chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizdek Shavat kanalının bo'yinida bo'ladi. Nesasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shu toza domimizda bo'ladi. 5 etajli domimizning 4-etajında 2 kanal bo'ladi. Shu domimizda yine. Shu domimizda, toza domimizda tayyor holatda, arzon narxda joyimizni ichki qismi bilan donishib chiqamiz. Ketdik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 4-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, shu xonadonimiz bo'ladi. Har bir etajında 2 xonadonlar ekan. Bu xonadonimiz bo'ladi. 5 etajli domimizning 4-etajında bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, oyoq teglari mana bunday etib ajoyib etib bezatilgan. Domimizga gap dom bo'lishi mumkin emas. Kirpishli dom bo'ladi. Eshiklarimiz demir eshik bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz ko'rib turganlaringizdek fondan chiqib turibdi ajoyib bo'lib. Bir de joy chiqardik, sotilib ketib turibdi. Bir seta bormaydi, sotilib ketib turibdi. Tavsiya beraman. Bulam arzon narxda, ya'ni bu narxga korobka ham topmaysizlar. Zudlik bilan olinglar. Tak 2 xonali bo'ladi. Sanuzilimiz, spanimiz, zalimiz desek ham bo'ladi. Birimiz esa kuxnyamiz. Kuxnyamizdan boshlaymiz. Eshiklarimiz yaxshi, ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Oyoq teglari laminat pol bo'ladi. Aqua ayna, jaluzi perdasi bor. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Gazi dumzo'r. Ajoyib, suvdan ham yine dviy konteyner kotyollar bor. Ajoyib bundan turibdi yine. Joyimiz issiqqina bo'lib turibdi, ajoyib. Yine arzon narxda hurmatli yurtdoshlar. Mening narxi kamdan kam chiqadi. Ko'p odam tuni 100 fet etib bilmaydi. Yine chiqaryapmiz tak. Birimiz esa yana bir xonasi bo'ladi. Bir ham keng tushgan, oyoq teglari laminat pol bo'ladi. Igna bilan tashalgan bo'ladi. Spannisi ham qoladi. Yangi ekan spannisi. Joyimiz fondan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Tak. Aytib o'tganimizdek, Shavat kanalining bo'yinida bo'ladi. Mestasdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib, kechda ovqatlanib chiqib, sayratib yurgan joylar. Dumzo'r, toza havo, beni havolar. Tak, aqua ayna, jaluzi perdeleri bor. Yine ataplayam o'tgan, gaz, suvdan muammo yo'q. Gelib turibdi ajoyib bo'lib. Girish yerimiz ham keng tushgan. Pirixochka qo'ysangizlar, birimizda rakovina qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bemalol. Tak, birimiz esa yine bir xonasi bo'ladi. Birimizdan fondan chiqib turibdi ajoyib bo'lib. Oyoq teglarini gilamlar tashalib chiroyli bo'lib turibdi. Stollarimiz, televizorimiz, ataplayam o'tgan aqua ayna, jaluzi perde. Bir narsaga e'tibor qilamiz hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz 2 yana qaragan. 2 aynasi bir yana tushgan, 2 aynasi yana tushgan. Ya'ni sxoznik deb aytiladi. Ajoyib. Ko'p joylar bir ham tarafga tushgan bo'ladi. Sho'ri zo'r buni. Narx ham kisabob arzon narxda bo'ladi. Narxini ham albatta aytamiz hozir. Birimiz sanuzilimiz bo'ladi. Oyoq teglarida kafel, rakovinalari qo'yilgan. Birimizde aynalari, aqua neyse, tak birimizde registrlari, unitazi, vannasi. Hurmatli yurtdoshlar, bu duruşuna qaramay, salgina remont e'tiborasiz ajoyib bo'ladi joyimiz. Joyimizning narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 310 million so'm zudlik bilan sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning joy so'rab birgan tanish-bilishlarga tashakkur qo'yamiz.